Türkiye Cumhuriyeti Reislik girbidagi 16 yulduzning 9-si bo'lsa, bizning vatanimizning markazi bo'lgan Qashqarni markaz qilib qurilgan, shundaqla O'rta Osiyoning hammasiga degudek hukmronlik qilgan tunji turk islom davlati bo'lgan Qorixoniylar xalqiga simvol qilinadi. Qorixoniylar xalqi islom tarixidagi tunji turk islom davlati hisoblanadi. İdil Bulg'orlari Qorixoniylardan burun islomni qabul qilib, o'zining davlat dini qilib e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin u vaqtda İdil Bulg'orlari to'liq siyosiy mustaqillikka ega emas edi. Ya'ni Xozarlarning siyosiy ustunligini e'tirof qiladi. 960-yilga kelgan vaqtida Xozarlar ojizlashib, yemilish qilgan vaqtida ondan keyin to'liq mustaqil bo'lgan. Yana bir nuqtadan İdil Bulg'or davlati kichikroq davlat edi. Shunga bu nuqtadan qaragan vaqtimizda nisbiy shaklda bo'lsa-mu, tunji bo'lib o'zining davlat dinini İslam dini qilgan Türk davlati İdil Bulg'or davlati bo'lsa-mu, lekin to'liq mustaqil shaklda davlat dinini İslam dini qilgan davlat Qorixoniylar xalqidir. Qorixoniylar xalqi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarningki madaniyat jihatda eng yuksak uyg'unish davri hisoblanadi. Masalan, Qorixoniylar xalqi Rashidin Qashqariy va shu vaqtdagi tarixchi Abdulg'affar Husayn Qashqariy, Jarroh Imomiddin Qashqariy, Mahmud Qashqariy va Yusuf Xos Hojibga o'xshash buyuk olimlarni bizga o'lmas madaniyat shaklida miros qoldirgan. Undaqda bu tunji turk islom davlati qanday qachon qurilgan? Biz ilgirki darsimizda so'zlab o'tganimizdek, Urxun Uyg'ur davlati yiqilgandan keyin Uyg'urlarning ko'p qismi qabilalari g'arb taraf qarab ko'chgan. Pantikin boshlig'idagi qabila Beshbaliq, Turpan va uning atrofidagi shaharlarni egallab, u yerda Uyg'ur idiq davlatini qurgan. Yag'laqar qabilasi boshlig'ida yana bir qism Uyg'urlar bo'lsa, Kansu xalqini qurgan. Shunga hozir Gansu o'lkasiningki Sunan nahiyasida yashaydigan Seriq Uyg'urlarning ichida Yag'laqar degan ism yeli ham mavjud. Ya'ni bugungi kunimizdagi Seriq Uyg'urlar ana shu Yag'laqar qabilasiniki avlodi. G'arb qarab ko'chgan qabilalarning ichida Yag'ma qabilasi ismli bir qabila bor edi. Yag'ma qabilasi nihoyat jangovar, botir qabilalarning birisi edi. Bu qabila Eli vodiysi va Yettus atrofiga kelib joylashgan va shu yerdagi Yag'malar bilan birlashib texmi kuchaygan. Uningdan keyin, ya'ni milodiy 850-yillarga kelgan vaqtda Qashqarning g'arbiy va sharqiga kelib joylashgan. Uningdan keyin Qashqarning sharqiy va g'arbiga kelib makonlashgan. Milodiy 850-yillarga kelgan vaqtida shu yerdagi Qarluqlar va Chigillar bilan birlashib, shu yerda Qorixoniylar xalqini qurib chiqqan. Qorixoniylar xalqi eng kuchlangan davrda Sharqda Kashmirgacha, g'arbda Xorazmgacha, shimol tarafda Bayqash ko'li va Orol ko'ligacha, janubda bo'lsa Xorason tarafdagi Marvgacha tutashgan. Ya'ni umumiy ko'lami 5 million kvadrat kilometrdan oshgan. Ya'ni bugungi kunimizdagi bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondan 3 hassa ortiq edi. Poytaxti bo'lsa Qashqar va Balasag'un edi. Qorixon so'zi Ulug'xon degan ma'noda bo'lib, Qorixoniylar o'zining sulton podshohlarini Qorixon degan nom bilan birga atagan. Qorixoniylar xalqining tunji qurg'uvchi Qorixoni bo'lsa, Kulbilgi Qodirxon edi. Kulbilgi Qodirxonning ikki o'g'li bor edi. Birisi Bazir Arslanxon, yana birisi bo'lsa O'g'ilchoq Arslanxon edi. Milodiy 880-yili Kulbilgi Qodirxon olamdan o'tdi. Uning o'rniga Bazir Arslanxon taxtga chiqdi. Bazir Arslanxon davrida Qorixoniylar bilan Samaniylar o'rtasida, ya'ni G'arbiy Turkistondagi Samaniylar o'rtasida qonliq urushlar bo'ldi. Milodiy 910-yilga kelgan vaqtida Bazir Arslanxon olamdan o'tdi. Bazir Arslanxon olamdan o'tgandan keyin uning o'g'li Sutuqtikin kichik bo'lg'achqa, Sutuqtikinga vakolatan inisi O'g'ilchoq Arslanxon taxtga chiqdi. Ya'ni Sutuqtikinga vakolatan taxtga chiqdi. Bilganimizdek Sharqiy Uyg'urlar, ya'ni Mong'oliya tarafda yashaydigan Uyg'urlar qadimdan tortib, ya'ni Hun davridan tortib shaman diniga, ko'p tangrichilik diniga e'tiqod qilgan. Urxun Uyg'ur davlatidagi bo'gi qolgan davrga kelgan vaqtida dinini Mani diniga o'zgartgan. Ammo bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondagi xalqdagi Uyg'urlar bo'lsa, bular Budda diniga e'tiqod qilgan. Ya'ni milodiy 1-asrdan boshlab Kushan imperiyasining ta'sirida bularga Budda dini eqib kirgan. Kucha Hindistonning Qosila Budda dinining 2-darajalik markaziga aylangan. Undan boshqa Xotan xalqi, Lolan, ya'ni Kiroran xalqlarimi Budda dini ustiga qurilgan xalqlar. Urxun Uyg'ur davlati yiqilib, u yerdan ko'chib kelgan Sharqiy Uyg'urlar, ya'ni Mani diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlar G'arbiy Uyg'urlar bilan uchrashgandan keyin, ya'ni Budda diniga e'tiqod qilgan bu Uyg'urlar bilan uchrashgandan keyin, ular asta-asta dinni Budda diniga o'zgartirishga boshlaydi. Bu sababdan Qorixoniylar qurilgan vaqtida Qorixoniylarning asosli dini Budda dini edi. Ammo G'arbiy Turkistondagi Samaniylar bo'lsa, ular allburun islomga kirib bo'lgan, u yerda musulmonlar nihoyat ko'p edi. Bu sababdan tijoratning vositasi bilan Qashqardami musulmonlar ancha-muncha bor edi. Kun o'tgan sari Qashqardagi musulmonlarning, ya'ni xalq ichidagi musulmonlarning soni ko'payishga boshlaydi. Mushu davrda, ya'ni O'g'ilchoq Arslanxon davrida Samaniylar davlatining hukmronlik tabiqasi ichida qalaymaqonchilik, malamonchilik yuz beradi. Bu qalaymaqonchilikda Samaniylar davlatining shahzodasi Abu Nasr Samani bizning vatanimizda qurilgan Qorixoniylar davlatiga qochib, u yerda panolik tilaydi. O'g'ilchoq Arslanxon Abu Nasr Samaniga panolik beradi va Otishqa
bir masjid silishga ruxsat qiladi. Shunday qilib Abu Nasr Samani otish qilib yerlashadi. Bir kuni Shahzoda Ustuqtekin o'g'i chiqayotgan paytda Abu Nasr Samani va uning atrofida bir qancha musulmon kishilardan uchrashib qoladi. Va ularning namoz o'qiyotganligini ko'rib, bu ishning nima ish ekanligini so'raydi. Abu Nasr Samani Ustuqtekinga islom haqida tushuncha beradi. Allohning 99 ismi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va uning hayoti, islomning aqidasi qatorliq bir qator muhim masalalar ustida Ustuqtekinga tafsiliy tushuncha beradi. Shahzoda Ustuqtekin Abu Nasr Samani'dan islom haqida anglagandan keyin qanoat tepib islomni rasmiy shaklda qabul qiladi va atrofidagi ishonchlik bir qancha kishilarga aytadi va ularni islomga da'vat qiladi. Natijada atrofidagi kishilarmi islomga kirishga boshlaydi. Shahzoda Ustuqtekin buni bilan bo'ldi qilmay atrofidagilarga maxfiy holda islomni da'vat qilishga boshlaydi. Buni sezib qolgan kofir tog'asi O'g'ilchoq Arslanxon Ustuqtekinni qattiq cheklaydi. Ammo Shahzoda Ustuqtekin bo'ldi qilmay atrofiga musulmon bo'lganlarni ko'paytirishga boshlaydi va 40 necha nafar odamni maxfiy holda Qashqarning ichidagi muhim o'rinlarga qo'ydi va bu odam sonini ko'paytirib keyin 3000 gachilik chiqdi. O'rnini egallash, taxtni qo'lga olish uchun puxta plan tuzdi va plan bo'yicha bir kechasi o'rnining ichiga bosirib kirib O'g'ilchoq Arslanxonni o'ldirdi va uning atrofida qarshilik ko'rsatganlarning hammasini o'ldirdi. Taslim bo'lgan va musulmon bo'lganlarning hammasini saq qo'ydi. Bu vaqtda biz yuqorida aytganimizdek Qashqarda musulmonlarning soni xili ko'payib qolgan edi. Bu xabar Qashqar ichiga taqilgandan keyin Qashqardagi musulmon xalq Shahzoda Ustuqtekinga yordam berish uchun orda atrofiga to'plashadi. Natijada Shahzoda Ustuqtekin milodiya 920-yili utuqli holda taxtni qo'lga oladi va o'zining musulmon bo'lganligini jakarlaydi va o'ziga qahramon degan ma'noni bildiradigan Bug'roxon degan unvonni beradi. Shuning bilan Sulton Ustuq Bug'roxon rasmiy shaklda Qarxoniylarning taxtiga o'ltiradi. Shuningdan keyin qo'shni davlat, ya'ni qo'shni musulmon davlat bo'lgan Samanilardan olim ulamolar Sharqiy Turkiston, ya'ni Qarxoniylar davlatiga kirishga boshlaydi va u yerda masjid, madrasalarni bino qilishga boshlaydi. Shundaqla Abu Nasr Samanining boshchiligida tunji bo'lib Qashqarda Sochiya madrasasi ishladi. Sulton Ustuq Bug'roxon mana shundaq bir tarafdan masjid va madrasalarni silib da'vat ilib bassa, yana bir tarafdan Xotan, Kucha va Barisxonga o'xshash Sulton Ustuq Bug'roxonning musulmon bo'lishi va Qarxoniylarning islom davlati bo'lishiga qarshi chiqqan buddist xalq qarshi keng ko'lamli jihad harakati ilib boradi. Xotan xoni nihoyat qattiq qarshi turadi. Sulton Ustuq Bug'roxon uzun muddat Xotanni muhosiraga olgan bo'lsa-mu, lekin ocholmaydi. Oxirida Xotanning ichidagi musulmon bo'lgan baglardan birisi Sulton Ustuq Bug'roxonga moslashib, ondan keyin Xotanni fath qiladi. Ammo Xotan xalqining ko'pinchisi jahillik bilan yana musulmon bo'lgani unamaydi. Lekin ularni bo'ysundirib bo'lgandan keyin Sulton Ustuq Bug'roxon u yerdan chekinib Kuchaga qo'shin taddi. Bilganimizdek Kucha u vaqtda Hindistonning Qosilim buddizmning ikkinchi markazi edi. Bu sababdan Kucha xalqimi nihoyat qattiq qarshilik ko'rsatdi. Lekin oxirida Sulton Ustuq Bug'roxon g'alaba qildi. Kucha xalqining yarmi degudek musulmon bo'ladi. Ondan keyin milodiya 940-yil kelgan vaqtida Sulton Ustuq Bug'roxon Uyg'ur Idiq davlatiga qarshi qo'shin tatdi va ularni mag'lub qilib o'ziga bo'ysundiradi. Uyg'ur Idiq davlati Sulton Ustuq Bug'roxonga bo'ysundigan, lekin o'zining dinida qoldigan bo'lib sulh tuzishdi. Bu holatda 970-yillarga qadar davomlashdi. 970-yil kelgan vaqtida Uyg'ur Idiq davlati, ya'ni siyosiy jihatdan mustaqil bo'lib oladi. Milodiya 943-yili Sulton Ustuq Bug'roxon rasmiy shaklda poytaxt Balasog'inni qo'lga oladi va rasmiy shaklda davlat dinini islom dini qilib jakalaydi. Bu Uyg'urlar uchun o'chmas va unutilmas sharafli kunlarning birisi. Chunki bu vaqtda Uyg'urlar mana shu Sulton Ustuq Bug'roxonning vasitasi bilan haqiqat bo'lgan islom diniga kirish sharafiga erishgan. Sulton Ustuq Bug'roxon rasmiy shaklda poytaxt Balasog'inni ilib bo'lgandan keyin Qashqarni poytaxt qiladi. Samaniy davlatidan kirgan olimlar Sulton Ustuq Bug'roxonga Abdul Karim degan bu ismni beradi. Shahar va yez-yezlarga masjid va madrasalar bino qilinadi. Qozixonlar quriladi. Ya'ni Qarxoniylar davlati rasmiy shaklda to'liq islom davlatiga aylanadi. Buni Turkistonda Qarxoniylar davlatida ilm ma'rifat nihoyat taraqqiy qiladi. Masalan, Qashqarda ochilgan Sochiya madrasasida diniy ilmlardan boshqa tabiatshunoslik, astronomiya, til adabiyot, bundan boshqa Hisob, Farabi, Ibn Sinonning falsafalari, keyincha sharq falsafalari tafsiliy o'rgatiladi. Har yili minglarcha o'quvchilar Qashqarga ilm talab qilish uchun keladi. Ya'ni islom dunyosida bu vaqtda Bag'dod, Buxoro, Andalus, ya'ni Qurtuba va Qashqar ilm markaziga aylanadi. Buning natijasida ta biz bugunga qadar faxrlanadigan buyuk olimlarimiz bo'lgan Mahmud Qashqari va Yusuf Xas Hojibga o'xshash nurg'unlagan olimlar yetishib chiqadi. Sulton Ustuq Bug'roxon ana shunday o'chmas tuhfalarni qoldirish yo'lida 22 yil qaraxon bo'lgandan keyin milodiya 956-yili vafot topdi va vasiyati bo'yicha ustozi Abu Nasr Samanining yeniga dafn qilindi. Bilganimizdek Sulton Ustuq Bug'roxonning qabrisi hali ham Otishdagi Mashhadda
mavjud. Sulton Ustuq Bug'roxon vafot bo'lgandan keyin uning o'rniga cho'ng o'g'li Musa Bug'roxon taxtga chiqadi. Musa Bug'roxon 2 yil Qaraxon bo'lgandan keyin vafot topadi. Uning o'rniga yana bir o'g'li Sulaymon Arslanxon taxtga chiqadi. Sulaymon Arslanxon taxtga chiqqan vaqtda islom dini Qaraxonlar territoriyasida rasmiy kengaydi. Masalan 960-yili Uyg'urlar uchun burilish bir yili hisoblanadi. Chunki mushu yili, ya'ni 960-yili Yettisu va Tarim vodisidagi 200 ming aholi bir aqlam islomni qabul qiladi. Milodiya 970-yilga kelgan vaqtda Qaraxon Sulaymon Arslanxon vafot bo'ladi. Uning o'rniga aksi Musa Bug'roxonning o'g'li Ali Arslan taxtga chiqadi. Va shundaqla Sulaymon Arslanxonning o'g'li Harun Bug'roxonni o'zining bosh qo'mondoni va shundaqla vali ahdisi qiladi. Harun Bug'roxon ajoyib qobiliyatli, xuddi Sulton Ustuq Bug'roxonga o'xshash dona siyosiy kishi edi. Bu vaqtda Xotanda isyon ko'tarildi. Shundaqla Uyg'ur idiq davlatidagi Uyg'urlar bo'lsa, o'zi siyosiy mustaqillikni qo'lga keltirib uchun yana kurash qiladi. Harun Bug'roxon bular qarshi qo'shin tortib, Xotan xalqini to'liq shaklda bo'ysundiradi. Qaraxoniylar davlati ichida ichki muqimlikni to'liq amalga oshirdi. Ichki jihatda muqimlikqa oshgan mushundaq paytda qo'shin davlat bo'lgan Samaniylar davlati ichida qalamqonchilik yuz beradi. Harun Bug'roxon butun Turkistonni birlik keltirish maqsadida puxta tayyorlik qiladi va milodiya 992-yili Samaniylar davlatiga qarshi keng ko'lamli qo'shin tortadi. Natijada dastlabida Farg'ona, ondan keyin Samarqand va Buxorolarni egallab, G'arbiy Turkistonni to'liq shaklda Qaraxonlar davlatiga qo'shadi. Shuning bilan Qaraxonlar Turkistonga to'liq shaklda hukmronlik qiladi. Va shundaqla Qaraxonlarning territoriyasi ajoyib kengayadi. Harun Bug'roxon mana shunday g'alaba qilib zafar quchgandan keyin shu yili Qashqarga qaytmoqchi bo'lib yo'lga chiqadi va yo'l ustida vafot topadi. Meyti Qashqarga elib kelinib dafn qilinadi. Harun Bug'roxon vafot topgandan keyin Xotandagi buddistlar yana isyon ko'taradi. Qaraxon Ali Arslanxon bo'lsa, ular qarshi qo'shin tortadi va Ali Arslanxon mushu urush jarayonida olamdan o'tadi. Ali Arslanxonning o'rniga Harun Bug'roxonning o'g'li Yusuf Qodirxon taxtga chiqadi. Yusuf Qodirxon taxtga chiqqandan keyin Xotandagi isyonchilarni to'liq bo'ysundiradi. Shundaqla Xotan xalqi ichida islomni kengayish uchun ajoyib tirishchiliklarni ko'rsatdi. Natijada Qaraxonlar tavalligida islom to'liq amalga oshdi. Lekin bu vaqtda Qaraxonlar xalqining chegara bo'ylarida bo'lsa, Seljuqiylar va G'aznaviylar bosh ko'targan edi. Yana bir tarafdan G'arbiy Turkistondagi Samaniylar davlatining qoldiqlari yana qo'shin tortib Buxoroni egallab olgan. Lekin G'arbiy Turkistondagi ilk xoni, ya'ni valisi ularni bo'ysundirgan. Va shundaqla milodiya 999-yili Samaniylar davlati rasmiy shaklda tarix sahifasidan o'chgan. Ularning o'rniga G'aznaviylar bosh ko'targan. Qaraxoniylar Xaqoni Yusuf Qodirxon bo'lsa, milodiya 1032-yillarga qadar Qaraxon bo'lgan. 1032-yili Yusuf Qodirxon olamdan o'tgan. Uning o'rniga o'g'li Sulaymon Arslanxon taxtga chiqqan. Sulaymon Arslanxon davridan boshlab Qaraxoniylar parchalashib qarab mangan. Chunki G'arbiy Turkistondagi ilk xonning o'g'li Ibrohim Qaraxoniylar qarshi isyon ko'targan va shundaqla G'arbiy Turkistonni ayirib olish uchun harakat qilgan. Natijada Ibrohim isyonda g'alaba qilib Buxoroni egallab olgan va o'zini ikkinchi darajalik unvon bo'lgan Tavg'achxon deb atagan. Bu vaqtda Qaraxon Sulaymon Arslanxon Shaman dinidagi Yabaqular boshchiligidagi isyonni bostirish bilan mashg'ul bo'lgachqa, u G'arbiy Turkistonga qo'shin tortishga kuchi yetmagan va qodir bo'lmagan. Bu sababdan amalsiz holda G'arbiy Turkistondagi Ibrohim xonningki Tavg'achxonlik unvonni e'tirof qilishga majbur bo'lgan. Natijada 1040-yili Qaraxoniylar xalqi rasmiy shaklda G'arbiy Qaraxoniylar va Sharqiy Qaraxoniylar deb ikkiga ayrilgan. Sharqiy Qaraxoniylar bo'lsa, bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston va Qashqarni o'ziga poytaxt qilgan. G'arbiy Qaraxoniylar bo'lsa, G'arbiy Turkistonni markaz qilgan, shundaqla Samarqandni o'zining poytaxti qilgan. Uning keyindan Qaraxoniylar ichida taxt kurishi boshlanib ketgan. Bo'libmi Sharqiy Qaraxoniylar ichida, ya'ni bizning vatanimizdagi Qaraxoniylar ichida taxt kurishi boshlangan. Natijada 1056-yili Qaraxon Sulaymon Arslanxon o'z qarindishi Muhammad tarafidan o'ldirilib, taxtga Muhammad chiqqan. Muhammad xon kim? Muhammad xon ulug' olimimiz Mahmud Qashqariyninki bo'lsa. Muhammad xon taxtga chiqqandan keyin o'zining taxt varisini o'zining cho'ng o'g'li Husayn xonni qiladi. Lekin buningga kichik ayoli norozi bo'lib, ziyofat o'rinlashtirib Muhammad xonni va taxt varisi Husayn xonni zaharlab o'ldirib o'tadi. Demak, Qaraxonlar ichida mana shunday taxt kurishi boshlanib ketgan. Taxt varisi Husayn xon bo'lsa, dal Mahmud Qashqariyninki dadisi edi. Bu vaqtda Mahmud Qashqariy yaqin yurtlarga ilm tahsil qilish uchun ketgan. Shunda qilib Qaraxonlar davrida mansabparastlik avj oladi, taxt kurishi boshlanadi. Mana mush yillarda, ya'ni milodiya 1050-yildan 1070-yillarga qadar bo'lgan mush oraliqda Qaraxonlar xalqining o'rdusida, ya'ni Sharqiy Qaraxonlar xalqining o'rdusida
Yusuf Xas Hacib ordu katibligini qilgan. Bu sababdan ordu katibi degan ma'ni bildiradigan Xas Hacib degan nom bilan atalgan. Va bu jarayonda Yusuf Xas Hacib Qaraxonlar jamiyatininki ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va axloq tarbiya qatorliq nurg'unlagan masalalarda tekshirish elib berib, davlat arboblari, olimlar, harbiylar qatorliq nurg'unlagan kishilarda bo'lishga tegishli axloq fazilatlarining hammasini o'zida jamlagan mashhur asari Xutat G'obilikni yozib chiqqan. Va bu asarni shu davrdagi Tavg'achxon Abu Ali Hasanga taqdim qilgan. Yusuf Xas Hacib bilan zamondosh yashagan yana bir olim bo'lsa, Shahzoda olim Mahmud Qashqariydir. Biz yuqorida o'tganimizdek Mahmud Qashqariy xon jamiyatidan, ya'ni Muhammad xonningki o'g'li Husayn xonningki o'g'li. Mahmud Qashqariy dastlabida Sojiya madrasasida Qur'on Karim, hadis, arab tili, fors tilini o'rgangan. Keyin boshqa yurtlarga borgan va keyin taxt kurishi boshlanib ketgan vaqtida o'zini saqlash uchun Bag'dodga borgan. Bilganimizdek Bag'dod bu vaqtda ilm markazi edi. Mahmud Qashqariy Bag'dodga borgan vaqtida Seljuqiylar sultoni Malik Shahninki ayoli Turkan xotunninki himoyasiga kirishgan. Bilganimizdek Turkan xotun, ya'ni shu Qaraxonlarninki qizi edi. Bu sababdan Mahmud Qashqariyni o'zining himoyasiga olib, iqtisodiy, siyosiy jihatdan unga yordam bergan. Mahmud Qashqariy Bag'dodda turish jarayonida o'zining ilmini texmo puxtalagan va shundaqla milodiya 1072-yili o'zining mashhur asri Turkiy tillar divonini yozgan va shundaqla bu asrni shu vaqtdagi Abbosiylar xalifasi Muqtadi bi amrillohga taqdim qilgan. Mahmud Qashqariy mana shunday ilm tahsil qilayotgan paytlarida Qaraxonlarda bo'lsa huquq talashish, mansabparastlik avj ilib vergan. Ichki jihatga muqimsizlik, rahbarlarninki, mansabdorlarninki birga kelanmasligi bu shu davlatninki, shu guruhninki, shu jamoatninki vayron bo'lganligining bir bishorati. Agar bir davlat vayron bo'lmayman va bir jamoat men munqariz bo'lmaydi degan qandoq ish bo'lishdan qat'iy nazar mansabparastlikdan voz kechib ichki ixtilofni tugutish lozim. Unda bo'lmaydi ekan. Buning oqibati tarix bizga shuni aytadiki, munqarizlikdan oxirlashadi. Qaraxonlarmi mana shunday ichki qalaymoqonchilik, taxt talishi kurishib qolgandan keyin davlat ichki jihatda ojizlashgan. Mana mushu paytda dastlabida Qaraxonlarga beqinda bo'lgan qar qitallar ular qarshi isyon ko'tarib, milodiya 1136-yili Sharqiy Qaraxonligini o'ziga beqindirgan. Shuning bilan Sharqiy Qaraxonlar xonligi milodiya 1136-yili o'zining siyosiy mustaqilligini yo'qotgan. Qarqitallar bo'lsa musulmonlarni azgan, olim ulamolarni vahshiylarcha o'ldirgan. Ammo G'arbiy Qaraxonlar bo'lsa milodiya 1204-yilga qadar umr ko'rgan. Ammo 1204-yil kelgan vaqtida Mo'ng'ullardan zarba yeb qochib kelgan Nayman qabilasi ularga qarshi qo'shin tortib, ularni egallagan. Ya'ni G'arbiy Qaraxonlarni yiqitgan. Shunday qilib 362 yil hukm surgan Qaraxonlar tarix sahifasidan o'chgan. Qaraxonlar xonligi Uyg'ur bo'lsin va yoki boshqa turkiy qabilalar bo'lsin, Qaraxonlar xonligi ostida yashaydigan hammasini madaniyat va ilm ma'rifat jihatda ajoyib yuksaltirgan. Iqtisodiy jihatda Qashqar savdo markaziga aylangan. Harbiy jihatda ajoyib taraqqiyot va yangiliklarni qo'lga keltirgan. Masalan, Yezak, Aqinji, Yurtuq o'xshash alohida qismlarni qurgan. Yezak bo'lsa razvodga qismi edi. Aqinji bo'lsa kechada tuyuqsiz hujum qiladigan qism edi. Yurtuq bo'lsa alohida muhofazachi qism edi. Bularning hammasi alohida mashq, alohida tarbiya ko'rgan. Undan boshqa Yusuf Xas Hacibninki qo'mondan va qo'shin haqidagi misralari Qaraxonlar davlatininki harbiy jihatdan naqadar taraqqiy qilganligini bizga aniq aks ettirib beradi. Madaniyat jihatda bo'lsa Muhammad Farabi, Mahmud Qashqariy, Yusuf Xas Hacib va undan boshqa kitoblari bo'lmaganligi uchun hozir qadar biz bilmagan nurg'unlagan yetuk olimlarni Qaraxonlar xonligi bizlarga sungan. Shuning uchun Qaraxonlar xonligi tunji bo'lib musulmon bo'lish, shundaqla Uyg'ur va undan boshqa turkiy qabilalarniki musulmon bo'lishiga sabab bo'lish va undan boshqa madaniyat jihatda Uyg'ur va undan boshqa turkiy xalqlarni ajoyib yuksaltirish bilan biz faxrlanishga tegishlik, suyishga tegishlik va orzulashga tegishlik va keyin qurishni nishon qilishga tegishlik bir davlatdir. Tarixni yazganda sultan bulup han ötken Uygurum sen canda alem şahit bolganti tarixni yazganda